Navbatim keldi va nihoyat. Oppa. Salom janob, yaxshimisiz? Men ichkariga shunday kirib ketsam bo'ladimi yoki nimadir qilish kerak? Mayli, sen ham xizmatga yozilgan bo'lsang kirishing mumkin. Necha yoshdaligingni aytib ket. Men 28 yoshdaman. Hazillashyapman, 20 yoshdaman. Ha, mayli. Bunaqa hazillarni ichkarida qilib ko'rma. Bo'lmasam seni mayli, u yoqni aytmaganim ma'qul. Telefoningni topshirishni esdan chiqarma. Uni ichkariga topshirasan. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi janob. Hozir eshiklarni ochaman. Xo'p janob. Oho. Hop. Salom janob. Men narsalarni shu yerga topshirishim kerak ekan. Mayli, topshira qol. Janob, men telefonimdan nimadir qilib olib bo'lsam bo'ladimi? Qanaqasiga? Buni iloji omali yo'q. Menda masalan pul bor. Mayli, sendan 16 ta izimrod bo'ladi. Kiyimlarni esa yoningdagi xonadan olasan. Bo'ladimi 16 ta izimrod? O'zi puling yetadimi? Janob, hozir sizga 16 ta izimrod tashlab beraman. Xo'p. Buni endi men mashg'ulotlarni qayerdan boshlasam bo'ladi, janob? Janob. Mayli. Eshikdan uzoqroq turay va mana 16 ta izimrod. Rahmat. To'xta, pullarni o'zing bilan olib ketyapsan. Janob, bitta sanda qilib qo'ymaysizmi? Men tashqaridan o'tib nimadir qilaman. Menimcha mana shu yer degan el o'zidan bu nima degani? Menimcha aslahalar ham olsam bo'ladi. Hammasi judayam zo'r narsalardan yasalgan. Bunaqasiga qo'yaman. Bu yerdan soch kirib bo'ldi-ku. Hozir janobdan so'rab kelaman. Janob, men qurol olsam bo'ladimi? Kiyimlarni oldim. Qurol olsang bo'ladi. Ana shu yerda bunchakka ajratib qo'yilgan qurollar bor. O'ng tomonda pastda. O'shalarni ol, ular senga. Xo'p, rahmat janob. Mening xonam qayer? Eng tepada. Shundaymi? Eng tepada. Hop, uzr. Narsa. Bitta shashkalka va bitta buni olsam hech kim sezmaydi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri, kim ham sezadi? Mana bulardan esa atiga 4 dona olib olaman, bitta sutga. Eng yuqoridagi xonaga chiqaman va videoni boshlayman. Rahmat janob, rahmat deyapman. Ertaga mashqlar boshlanadimi yoki indindanmi? Janob. Tansoqchi. Hop. Mayli. Lift. Bunaqasi narvonda chiqaverib, suyaglarim yemirilib ketgandi. Mayli, ertalab mening xonadoshim. Oy, salom. Sening isming nima? Mening ismim Leo. Salom. Leo, uzr, urib yubordim. Sen judayam uyquchi ekansan. Birinchi qanday kamchiliklarni? Nima kamchiliklarni? Men ham uxlayman. Undan oldin esa mana bu bolani qaranglar. Krasavchik bo'lib turibman. Mayli, ertalab endi hal qilamiz. Diqqat qiling, olomon. Bu yerda men boshliqman va sizlarga aytadigan shu gapim borki, sizlar agar qochishga urinsangiz yoki
boshqa ishlarni qilishga urinsangiz sizlarni zudlik bilan yo'q qilamiz. U aytgancha bu yerda har xil sovg'alar bor deb o'ylamang, faqat ikkita soha bor. Bulardan biri esa dengizchilik. Bu albatta yo'limdan qochasanmi yoki seni ham o'ldirayman? Esda yo'qol. Mayli. Bu yer 15-chi dengiz batalyoniga o'xshamaydi. Bu yer 21-chi chunki u aytgancha bizda kema so'zlik bor va militaryat bor. Kim militaryat bilmoqchi yoki kema sozlik buni o'zim hal qilaman. Aytgancha Mr. Only degan yangi inson kelibdi, uni kemaga jo'natib yuboraman. Hammaga rahmat. Ertadan mashqlar boshlanadi, kech qolmanglar. Bo'lmasa mana shu qilich bilan kallangizga urib tashlayman. Qani ketdik. E'lonni chaqirish kerak. Hop. Mister. Ha janob, nima deysiz? Senga qilich va boshqa narsalar berilgan deb aytishingizni hamma aytdi va men bunga aytamanki, menga qilich va mana bu kiyimni berishdi. Qalay? Hop. Hamma aytgan gaplaringizni eshitdim. Men kemasoz bo'lmoqchi edim, ya'ni kemada yurish juda ham zo'r bo'lardi. Shunga nima deysiz? Mayli, unda kemaning oldiga bora qol. Undan oldin esa mana bu yerdagi mushuklarni o'ldir. Mushuklarni? Ha, o'ldiryapman. Bo'pti janob. Mushukchalar. Janob, fleshga o'xshaydi. Yalla, siv, qayerga? Shuni olaman. Nima oshpaz. Menga e'tibor bermanglar. Yo, lanati. Bu nima bo'ldi? Mana kemaga tezroq qochaman. Kemaga chiqish joyi yo'q-ku. Lanati, menimcha bu yerda nima bor? Mikorga unaqa joy qolishmaydi. Bu nihoyat mening kemam. Oldinga dvigatel ketganmi deyman. Mayli, orqaga. Wow. O'chir. Nima qildim ekan? Yo'q. Kemani urib qo'yibman. Endi nima bo'ladi? Mana u menimcha iltiroq. Ko'rak namuncha katta, lekin bu meni xususiyatlarimga kirmaydi. Bedan qanaqa chiqiladi? Hayronman. Mayli. Oldi kabinadan turib ko'raman. Mayli, tezroq qayta qolay. Hop. Menimcha men bu yerni nechaligini so'rashim kerak. Shundan keyin xotirjam bo'laman. Ishqilib aytgandaqa 3 yillik bo'lsin. Eshiklar qisib qolaverdi-yu. Salom janob. Sizdan bitta narsani so'ramoqchiman. Bu yer necha yillik? Bu yer 15 yillik. 15 yillik bo'ladi. Sen qayerdan kelib olding o'zi? Bilmaysan. Bu yerni menga 3 yillik deb aytishgan-ku. Nimaga unaqa? Mayli, hozir yotoqxonaga borib dam olishim mumkin. Mayli. La'nati. Bu yer chiylik emas. Endi nima qilaman? Mayli, nima bo'lsa ham buni keyingi videoda